3 hafta oldingi Premier Liga 14-turida Fulham Manchester City'ni o'z uyida qabul qiladi va ikkinchi taym boshida go'yoki o'yin taqdiri hal qilingandek ko'ringan. Chunki hisob Manchester City foydasiga 5-1 edi. Lekin Fulham o'zida qandaydir kuch topib hisobni 5-4 ko'rinishigacha keltirib, deyarli ilojsiz kambekni amalga oshirgandi. Oldin Iwobi uzoq masofadan gol uradi. So'ngra Chukwuezening ikkita goli o'yinga intrigani qaytaradi va so'nggi 15 daqiqalik yongan. Hisobni deyarli tenglashtirgan Fulham to'xtamasdan hujumlar uyushtirib, kambekni yakunlashga harakat qilishgandi. Afsus, yil o'yini bo'lishiga o'sha kuni Fulhamga faqatgina bitta gol yetishmadi. Hatto o'yindan keyin Guardiola ham Fulhamning o'yinini e'tirof qilib, uchrashuv davomida stressdan sochlarim to'kilib ketdi deb hazilomuz tarzda izoh beradi. 2025-yil ham deyarli o'z nihoyasiga yetdi va ushbu yil davomida bir-biridan qiziq uchrashuvlar guvohiga aylandik va bugun shunday o'yinlarning 10tasini yodga olamiz. Top 10 2025-yilning eng dramatik o'yinlari. Do'stlar, ushbu video 2025-yildagi so'nggi videoga aylanadi. Kirib kelayotgan yangi yilingiz bilan tabriklayman va ushbu ortda qolgan yilda bizni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kelasi yil bundanda yaxshiroq, sifatliroq va ko'proq kontent sizni kutib turibdi. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin, biz esa boshladik. Real Madrid 4-4 Real Sociedad. Ro'yxatni Madridning Real jamoasi ochib bermoqda. O'zi bu yil ular uchun to'liq omadsiz o'tdi desak xato bo'lmaydi. Lekin Real bir nechta juda qiziqarli o'yinlarni namoyish eta oldi. Shulardan biri Copa del Rey turniridagi Real Sociedadga qarshi o'yin. Birinchi uchrashuvda Madrid 1-0 hisobda g'alaba qozonadi va Santiagoda tezda o'yinni hal qilib, keyingi uchrashuvga e'tibor qaratish kerak bo'lgan. Lekin Real Sociedad jangsiz taslim bo'lish niyatida emas edi. 16-daqiqada Barrenechea gol urib, umumiy hisobni tenglashtirgan va Endrik 30-daqiqada gol kiritib, Madridning orzularini saqlab qoladi. Lekin ikkinchi taymda 8 daqiqa ichida Sociedad ikkita gol kiritib, hisobni 1-3 ko'rinishiga keltiradi. Bo'ldi, 80-daqiqa, hisob 1-3. Real Madrid yonmoqda va kubokdan chiqib ketadi deb kutishgan ko'pchilik muxlislar. Lekin Real Madrid ham 4 daqiqa ichida oldin Bellingham, so'ngra Tchouameni gollar sabab hisobni tenglashtiradi. 3-3, umumiy hisob esa 4-3 Real foydasiga va 93-daqiqada Oyarzabal yana gol urib o'yinni ekstra taymlarga olib o'tadi. Barcha gol Realning himoyadagi xatolari evaziga o'tkazilgan va goldan ruhlangan Sociedad ketma-ket hujumlarni uyushtiradi. Lekin 115-daqiqada Rudiger bosh bilan gol kiritib, dahshatli o'yinga yakun yasaydi. O'yindagi hisob 4-4. Real Madrid keyingi bosqichda, Sociedadga esa bunday o'yin uchun cheksiz respekt. Tottenham 2-2 Manchester United. Keyingi o'yin Premier Liga doirasidagi Tottenham va Manchester United uchrashuvi 8-noyabr 11-tur. Muammolarga boy Manchester United Londonga Tottenhamga qarshi o'yinga yetib keladi va ko'pchilik muxlislar ushbu o'yinda favorit kutishmagan. Qog'ozda Tottenham yutish kerak edi, stabil formasi va Unitedning dahshatli performansi uchun. Lekin qizil iblizlar kambek amalga oshirib, mag'lubiyatdan qutulib qolishadi. Oldin 32-daqiqada Brian Mbeumo gol urib hisobni ochgan va shundan keyin Tottenham faqat bosim uyushtirib, bir darvoza tarafga o'yin ko'rsatadi va 84-daqiqada Matthijs Tel gol kiritib hisobni tenglashtirgan. Oradan 7 daqiqa o'tib 91-daqiqada Richarlison gol kiritadi. 2-1. Endi Tottenham shunchaki himoyaga yotib, o'yinni yakunlash kerak edi. Lekin uchrashuvdagi so'nggi burchak zarbasida Matthijs Delikning super boshi Ruben Amorimning karyerasini qutqarib qolgan. 96-daqiqada burchakdan yetkazilgan to'pni darvozaga joylab hisobni 2-2 ko'rinishiga keltiradi. E'tibor bering, hatto Manchester United darvozaboni ham ushbu vaziyatda jarima maydoniga yetib kelgan. To'liq va-bank va o'zini oqlagan risk. PSG 5-3 Tottenham. 8-o'rinda yana Tottenham o'yini va bu safar PSJga qarshi Chempionlar Ligasi 5-tur uchrashuvi. Parc des Princes 26-noyabr. Ushbu o'yin PSG boshqaruvida boshlanadi va kutilgandek parijliklar maydon markazini nazorat qilgan. Lekin 35-daqiqada Richarlison gol urib, shporlarni oldinga olib chiqadi va taym so'ngida Vitinha gol kiritib hisobni tenglashtiradi. Ikkinchi taymda PSG sobiq futbolchisi Randal Kolomuani gol kiritib, yana Tottenhamni oldinga olib chiqqan. Lekin endi 12 daqiqa ichida Luis Enrique jamoasi 3 ta gol kiritib, hisobni 4-2 ko'rinishiga keltiradi. Gollar muallifi Vitinha, Fabian Ruiz va William Pacho. 72-daqiqada esa yana Kolomuani gol urib, intrigani oz muddatga qaytargan. Oradan 3 daqiqa o'tib esa 76-daqiqada Vitinha penaltidan gol kiritib, hat-trickni qaytadib hisobni 5-3 qiladi va o'yinning qolgan qismi yonish kerak edi va shunday ham bo'ldi. So'nggi 20 daqiqalik to'liq Tottenham boshqaruvida va shtormlar ostida o'tadi. Thomas Frank jamoasi bir necha bor golga juda yaqin kelishgan. Afsus, himoyadagi qo'pol xatolar evaziga ushbu kambekka 2 ta gol yetishmaydi. Lucas Hernandezning 93-daqiqadagi qizil kartochkasi ham Tottenhamga yetarli bo'lmagan.
Barselona 4-3 Real Madrid. 7-o'rinda may oyidagi dahshatli El Clasico. Bu o'rinda 5-2 yoki 3-2 hisobidagi finaldagi klassikolar ham bo'lishi mumkin edi. Lekin u o'yinlarda intriga bunchalik bo'lmagan. Xo'sh, La Liga taqdirini hal qilgan o'yinda 9 daqiqa ichida Madrid ikkita tezkor gol urib oldinga chiqadi. Dastlab penaltidan Mbappe hisobni ochgan va oradan 6 daqiqa o'tib Vinining uzatmasidan keyin hisobni yiriklashtiradi. Va kutilgandek Real Barsaga gol urib olgach, yana himoyaga to'liq yotib olib, qarshi hujumda jazolashga urinadi. 19-daqiqada burchak zarbasidan keyin Erik Garcia gol urib, Barselonani o'yinga qaytargandi. 32-daqiqada esa Yamal hisobni tenglashtiradi va aynan ushbu vaziyatda Real Madrid mental taraflama singan edi. 2 daqiqadan keyin esa 34-daqiqada Rafinha gol urib, Barsani oldinga olib chiqadi. 3-2. Time so'ngida esa yana Rafinha o'z nomini tabloga yozdirib, hisobni 4-2 ko'rinishga olib kelgan. Ferrandan birinchi taymning o'zida 3 ta assist, ikkinchi bo'limda yana Barsa bosimlari evaziga birinchi xavfli vaziyatlar yaratadi va 70-daqiqada qarshi hujumda Mbappe gol urib, hat-trikni qayd etib, uchrashuvga oz bo'lsa-da intrigani qaytargan. Shundan keyin qiziqarli voqealar ro'y bermaydi. Chouamenining super seyvi va Ferminning goli bekor qilinganini hisobga olmasak albatta. O'sha uchrashuvdan oldin Lamine Yamal Real Madrid bizni bu mavsum yuta olmaydi. Ular qancha xohlashsa gol urishsin, lekin biz ko'proq gol uramiz deb intervyu bergan va o'yindan oldin Instagramga stories ham joylagan edi. Lekin negadir Yamal yutgan o'yinlarda storieslarni hech kim eslamaydi, afsus. Juventus 4-3 Inter. 6-o'rinda ushbu mavsum seriyaning eng dramatik Juventus 4-3 Inter o'yini. 3-turdayoq jamoalar bunday o'yin ko'rsatishini hech kim kutmagan. Ayniqsa Juventus ham Inter ham odatda himoyaviy o'yin ko'rsatib, kam gol kiritishadi. 14-daqiqada Lloyd Kelly gol urib hisobni ochadi va Juve himoyaga yotib olgani uchun Hakan Chalxanoglu tomonidan jazolanadi. Lekin taym so'ngida baribir turinliklar Kenan Yıldızning goli evaziga oldinga chiqishgan. Ikkinchi taym esa to'liq Inter nazoratida boshlanib 80-daqiqagacha davom etadi. Ushbu vaqt oralig'ida Chalxanoglu yana gol urib hisobni 2-2 qilgan va 76-daqiqada Marcus Thuram Interni oldinga olib chiqadi va endi milanliklar himoyaga yotib olgani uchun qattiq jazolanishadi. Oldin 82-daqiqada Kefren Thuram gol urib hisobni tenglashtirgan va 91-daqiqada Vasiliy Ajichning super pushkasi evaziga Juventus ajoyib comebackni amalga oshirib Interni mag'lub qiladi. Ushbu gol aytgancha bizning eng chiroyli gollar ro'yxatimizga ham kiritilgan. To'liq ro'yxatni ko'rish uchun oldingi videoni tomosha qiling. Qiziqarli fakt, Juventus bu o'yindan oldin mavsumni 3 ta g'alabali seriya bilan boshlagan va seriyani Interga qarshi o'yinda ham davom ettiradi. PSG 5-0 Inter. Top 5ni Chempionlar Ligasi finali ochib bermoqda. Bir tarafdan juda zerikarli o'yin, lekin boshqa tarafdan umuman kutilmagan natija. Go'yoki Inter futbol o'ynashni esdan chiqarib maydonga tushgandek edi. 20-daqiqagacha PSG 2 ta gol urib oldinga chiqadi. Oldin Ashraf Hakimi sobiq jamoasini jazolagan. So'ngra Désiré Doué Dembelening uzatmasidan foydalanib, hisobni 2-0 ko'rinishiga keltiradi. Ushbu o'yinda PSJning yarim himoyasi shunchalik zo'r ishlaydiki, Interdan nafas olishga imkon bo'lmagan. Esda qolarli hujum qilish naryoqda tursin. PSJning barcha rejasi amalga oshgan bo'lsa, Interda esa teskarisi yarim finalda qahramonga aylangan futbolchilar kutilmaganda anti-qahramonga aylanib, Interga yordam bera olishmagan. Ikkinchi taymda shaxsan o'zim ham Interning tezkor golga va sal bo'lsa-da intrigiga boy o'yin kutgandim. Lekin 63-daqiqada Désiré Doué yana gol urib Interni ko'mib tashlagan. O'yinning qolgan qismi esa shunchaki rasmiyatchilik edi. Lekin PSG futbolchilari shunda ham to'xtamasdan 73-daqiqada Kvaratskhelia Dembele uzatmasidan keyin gol kiritib, hisobni 4-0 ko'rinishiga keltiradi va 86-daqiqada Maylu ham tabloga o'z ismini yozdirib, PSG finallardagi eng yirik hisobini qayd etishadi. Chempionlar Ligasi oldingi finallarini bir eslang, har birida intrigiga boy minimal hisobda g'alaba qozonilgan. Real 2-0 Borussia, City 1-0 Inter, Real 1-0 Liverpool, Chelsea 1-0 City va Bavariya 1-0 PSG. Bu yil esa javobsiz 5 ta gol. Arsenal 5-1 Manchester City. 4-o'rindagi o'yin yana Premier Ligadan. So'nggi yillarda Angliya klassikosiga aylanib borayotgan Arsenal Manchester City o'yini. Agar ushbu uchrashuvni boshqatdan tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol birinchi taymni o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi daqiqada Edgar gol urgandan keyin hech nima sodir bo'lmagan va barcha qiziqarli hodisalar ikkinchi taymda boshlanadi. Oldin 55-daqiqada Erling Haaland gol urib hisobni tenglashtiradi va shu zahotiyoq 56-daqiqada Thomas Partey super gol evaziga Arsenalni oldinga
oldinga olib chiqqan. Yana 6 daqiqadan keyin Miles Lewis Skelly ham gol urib, hisobni 3-1 ko'rinishiga keltiradi. Aynan ushbu goldan keyin City umuman hujumga o'tmagan va Arsenal shturmlar bilan Pepni jazolaydi. 76-daqiqada Kai Havertz gol urib, hisobni 4-1 qiladi va shunda ham to'xtamasdan o'yin so'ngida 93-daqiqada Ethan Nwaneri ham Arsenalning 5-golini urib, o'yinga nuqta qo'ygan. Manchester Citydan bunaqa o'yinni hatto Arsenal futbolchilari ham kutishmagandi menimcha. Arsenal ushbu o'yinda 2020-yildan beri Manchester Cityga 5 ta gol urgan birinchi jamoaga ham aylangan. Benfica 4-5 Barsa. Top 3likni Chempionlar Ligasidagi Barselona 5-4 Benfica o'yini boshlab beradi. O'zi Hansi Flick jamoasi comebacklar mashinasiga aylanib ulgurdi va bir-biridan ajoyib o'yinlar guvohiga aylangandek. Navbatdagi o'yin Estadio da Luz stadionida 21-yanvarda bo'lib o'tgan. 2-daqiqada Pavlidis hisobni ochib, Benfica'ni oldinga olib chiqadi. So'ngra 11-daqiqada Lewandowski penaltidan gol kiritib, hisobni tenglashtirgan va time so'ngigacha Pavlidis yana 2 ta gol urib, hat-trick qayd etadi. Benfica 3, Barselona 1. 64-daqiqada esa darvozabondan qo'pol xato va Rafinyadan kutilmagan gol. Hatto Rafaning o'zi ham bu rikoshet gol bo'lishiga ishonmagandi menimcha. Va oradan 4 daqiqa o'tib Barselona raqiblarining sevimli futbolchisiga aylangan Ronald Araujo albatta o'z darvozasiga gol urib, Benfica'ni oldinga olib chiqadi. 20 daqiqa vaqt davomida Benfica faqat himoyaviy o'yin ko'rsatganiga qaramay, Barselona nimalardir qilib comebackni amalga oshirgan. Oldin 78-daqiqada Lewandowski gol kiritib, hisobni qisqartiradi. 86-daqiqada Pedrining uzatmasidan keyin Eric Garcia gol urib 4-4 qiladi. Comebackning hidini sezgan Barsa yana 10 daqiqa to'xtovsiz shturmlar qilib, 96-daqiqada Benfica futbolchilari oldinga o'tgani sabab qarshi hujumda Rafinha gol urib super comebackni amalga oshirgan. Hisob 30 daqiqa ichida 4-2 dan 4-5 ga o'zgaradi. Shunchaki nereal comeback. Wojciech Szczęsny va Ronald Araujo qancha urinishmasin, baribir Benficaga yordam bera olishmagan o'yin edi. Inter 4-3 Barselona. Ikkinchi o'rinda menimcha yilning eng dramatik o'yini Inter 4-3 Barselona. Birinchi o'yin ham juda qiziqarli o'tadi. Montjuikdagi 3-3 hisobidagi otishmadan keyin San Siroda muxlislar kamroq golli o'yin kutishgan. Lekin Barselonaning himoyadagi xatolari evaziga Inter birinchi taymda 2 ta gol kiritib oldinga chiqib oladi. 21-daqiqada Lautaro Martinez hisobni ochgan va taym so'ngida penaltidan Chalhanoglu gol kiritadi. Ikkinchi taym esa to'liq Barselona nazoratida o'tib, Gerard Maldinining assistlari sabab Olmo hamda Eric Garcialar gol kiritishadi va birozdan so'ng Garcia hisobni 3-2 qilishi ham mumkin edi. Lekin Jan Sommerning bir o'yinlik prime bunga yo'l qo'ymagan. Hansi Flickning xatosi o'sha uchrashuvda 76-daqiqadan boshlangan. Aynan Ronald Araujoni maydonga tushirganida. O'yin asosiy vaqti tugashiga 3 daqiqa qolganda Rafinha gol kiritib Barselonani oldinga olib chiqadi. 3-2 va o'sha vaziyatda faqatgina to'pni nazorat qilib, raqibni jarima maydonidan uzoqroqda saqlash kerak edi. Lekin 93-daqiqada Inter markaziy himoyachisi Acerbi gol kiritib hisobni tenglashtirgan. Ronald Araujo ushbu vaziyatda nima qilganini o'zi ham bilmasa kerak. To'pni tepib yuborish o'rniga Acerbining orqasiga berkinib, pozitsiyani yutqazadi. Ekstra taymlarda esa Davide Fratesi gol kiritib Interni oldinga olib chiqadi. Endi ushbu vaziyatga e'tibor bering. To'p jarima maydoni ichida, Araujo esa Kubarsi ortida qolib ketgan. Aynan o'ynaydigan pozitsiya, ya'ni o'ng markaziy himoya bo'sh qoladi va Fratesi ham o'sha burchakka zarba yo'llab Barselonani turnirdan chiqarib yuborgan. Ushbu o'yin qanchalik omadsiz o'tganiga qaramay, Lamin Yamalning o'yinini e'tirof etmoqchiman. Lamin o'sha kecha qo'ldan kelgan barchasini qiladi, hatto undan ham ko'proq. Gol urmagan yoki assist qilmagan bo'lsa-da, Interni o'yin davomida to'xtovsiz qiynab kelgan. 20 ta dribling, bitta kalit pas, 5 ta aniq zarba va 1 marta to'sinni poylagan. Manchester United 5-4 Lyon. Va shubhasiz yilning eng dramatik hamda ko'rishga arziydigan o'yini kutilmaganda Yevropa Ligasidagi Manchester United 5-4 Lyon uchrashuvi bo'lmoqda. 1-aprel Old Trafford Yevropa Ligasi chorak final o'yini. Birinchi uchrashuv Fransiyada 2-2 hisobida yakunlangan va Manchesterda ham Ugarte hamda Diogo Dalotning gollari evaziga United birinchi taymda oldinga chiqib oladi. 2-0. Ikkinchi taymda esa Lyonning to'xtovsiz shturmlari evaziga Tolisso hamda Tagliafico'lar 6 daqiqa ichida gol kiritib, hisobni tenglashtirishgan. 2-2 umumiy hisob esa 4-4 va 89-daqiqada Karentin Tolisso qizil kartochka olib jamoasini ekstra taymlarda qiyin ahvolda tashlab ketadi. Lekin shunga ham qaramasdan Lyon xarakter ko'rsatib, Ryan Cherki va Lacazettening gollari evaziga 2-4 hisobida oldinda borgan. Tasavvur qilyapsizmi, ekstra taymlarda 10 kishi bo'lib qolgan jamoa mehmonda 2 ta gol kiritmoqda. 114-daqiqada esa comeback boshlanadi. Oldin Bruno Fernandeshning penaltisi hisobni qisqartirgan va 120-daqiqada Kobe Mainu gol urib Manchester Unitedni sharmandalikdan saqlab qolgan. 4-4 umumiy hisob 6-6 va 121-daqiqada Casemiro
hisobni uzatmasdan keyin Harry Maguire bosh bilan gol kiritib, Unitedni yarim finalga olib chiqadi. 7 daqiqada 3 ta gol, 2-4 dan 5-4. Umuman ishonib bo'lmas ssenariy. Manchester United bizni o'sha uchrashuvda kutilmaganda Sir Alex Ferguson davriga qaytarib yuborgandi. 2026-yilgacha katta o'yinlar qolmaganini hisobga olsak, ushbu uchrashuv shubhasiz birinchi o'rinda boshqatdan tomosha qilinishi kerak. Do'stlar, mana video ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana qanday uchrashuvlar ushbu ro'yxatga kiritilishi kerak edi? Izohlarda yozib qoldiring. Aytib o'tganimdek, bu 2025-yildagi so'nggi video edi. Rolikni shu joygacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Kelayotgan yangi yilingiz bilan tabriklayman va keyingi yilda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang.